Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari hamda Begomos Yakasi Pop kanali obunachilari. Bugungi sana 2026-yil 14-may hafta kuniga payshanba. Biz Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumaniga 3 tonna Begomosga buyurtmamiz bor edi. Hozir shuni 1 tonnasini Laboda jo'natamiz, 2 tonnasini o'zlari kelib olib ketishadi. Mana 1 tonna Begomos yuklab bo'ldik. Boya aytib o'tgan Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani Xo'g'ay qishlog'i adashmasam. Bundan keyin yana 2 tonna olib ketadi. O'zlari mashinada kelishyapti, unisini bitta mashinaga yuklaymiz. Video ostiga like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, izohlarda fikrlaringizni qoldiringlar. Shu orqali bizni qo'llab-quvvatlaysizlar. Hammaga rahmat, bizni kuzatishda davom eting.